To'y qilish qimmatlik qilgan elatda, zino arzonlashar, bo'lar suv tekan. O'ylab ko'rib chiqar ko'p zoti erkak, arzonroq tushadi to'yga nisbatan. Hisoblab chiqdik biz o'tirib obdon, qalin pul falon so'm esdan og'dirar. To'y moshin, konserto, bazmu xalq oshi tusharkan qimmatga, fahshga nisbatan. Bularning barisi zamoni hozir uchun bo'lar ekan juda ham qimmat. Topolmay iloji yo'q insonlarni undaydi imkonsiz fahshga nisbatan. Qisib yur deyishlik juda ham oson, imkoni bor bo'lgan to'q insonlarga. Balog'at yoshiga yetgan yigitning shaytoni bo'ladi o'tga nisbatan. 5 qo'l barobarmas asli haqiqat. Tushunish qiyinmi yuzlashib bir bor, bu bilan insonlar o'z-o'zlarini undaydi, qistaydi fahshga nisbatan. Aybdor kim o'zi buning bariga? Keraksiz obro'yu nomni ulug'lab, bir tovoq oshingni yegan inson ham o'ylaysan eslaydi to'yla nisbatan. Bir kichik ammo ko'p ishlar nodurust, sababchi bor asli ko'zlar ilg'agan. Gar ayol qo'lida oilaning roli, isrofga, lattayu putga nisbatan. To'g'irlash qiyinmas asli bularni. Gar qo'lga olsa oila rolini, isrof bo'lmasda ham shunday qilinsa, gar erkak ko'rolsa unga usulini. O'zimizni qiynab neni topamiz? Arzimas obro'ni, izzatni qilib, bu yo'sin yana ko'p tonglar otamiz. Gar fikr o'zgarmas to'yga nisbatan. Kimga ham yoqadi millionlar topib, ravo ko'rmasa gar bir tiyin o'ziga. Hech bir dunyoni ham ko'rmas bu ko'zlar, qaytmasak bu isrof to'yga nisbatan. Qiling kichikroqlik, juda ham go'zal. To'yingiz o'tkazing, bo'ling namuna, keraksiz obro' nom urflarni qo'ying. Shunda ko'z ko'radi baxtga nisbatan.